qanday kino-ya? Bu imkonni qo'ldan boy bera olmayman. Teatrdan bo'shadik. Ты пиздатый, понимаешь? Monster! Men qolaman. А души quydim, qabulingizda. Давай. Brat живой. За брата. Bu yerda nima qilyapsizlar? Muxa Terminator. Muxonidan kelyapman. Hamma yoqlarni men bosgan. Muxoni skorga solib olib ketishdi. Mumkin emas. Faqat to'ydan keyin. Qulog'ini ham topishimiz kerak. Problemlarimiz ko'p epizod. Allo. 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 Menimcha rosa kayfda bo'lganman shekilli. Zokirni tekshirishyapti shekilli. Ko'tar, блядь, ko'tar. Hanım. Tuvalette. Hanım. Çevre. Sen bitti ne yaparsın? Penasga qotuvdim. Sana qaramadı değil. Men nimaga olib kelgan dedim xonaga. Senga ko'zingni uzmagin demaganmidim siz? Qarab turibman, ko'zim uzganim yo'q. Ahvol qalay? Chidasa bo'ladi. Agar mumkin bo'lsa men ketsam. Qisib tur. Shunaqa degan. Bo'pti. Hamma jimjit. Kirisa bizni yana ahmoq qilib ketdi shekilli. Suka! Krisa! Yasam, qaysi biring? Sen Krisami? Majid! Nima? Bo'ldi qil. Telefonni olib so'ringlar. Tutaverib yo'llaringni, sog'indim-ku ko'zlaringni, oydan go'zal yuzlaringni, sog'indim jonidan. Bir bor kelib holim so'ra, ahvolimga sal bir qara. Shuncha qiynoqlar bergandan ko'ra, sog'indim jonidan. Canım beray, barım beray, şirin kuluşlaringa. Canım beray, barım beray, jilmayib qarashlaringa. Da. Men Avliyoqulovman. Assalomu alaykum Botir Sulton aka. Sen nima qilib yuribsan?
hammasi joyida, ishlar ketyapti. Biz matrica kimdaligini aniqladik, Botir Sultonovich. Menga kimdaligi qiziq emas. Menga matritsani tezroq topga bo'ldi. Agar eplolmas ekansan, nega bu ishni olasan? Qisib benzenda o'tirsang bo'lmaydimi? Botir Sultonovich. Matritsani mana shu 1-2 kunda topmasalaring, hammamizda boshimiz ketadi. Va birinchi bo'lib sendan boshlayman. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, shef. O'zingga bu narsa olib keldingmi? Yo'q, Nega yo'q? prosta yo'q. Kecha ko'rdingiz nima bo'lganini? Bilat, shunga chaqirdinglarmi? Kecha nima bo'lganini menga qizig'i yo'q, tushundingmi? Biz matritsani tezroq topishimiz kerak. Vaqtimiz vashshe kam. Menga baqiryapsizmi? Masga do'ljinmanmi? Keyin meni itda yotib tashlashlari mumkin edi. Bilaman, sizlar hech ham yordam bera olmaysizlar menga o'sha payti. O'tirasizlar xonanglarda komanda berib. Keyin o'zinglarning ichinglardagi krisani topinglar, keyin menga komanda berasizlar. Tokir aka, okajon, bizdan xafa bo'lmang. Bizga ham tepadan davleniya bo'lyapti, aka. Tushunasizmi? Da menga вообще pop. Bo'ldi. Men ishdan chiqaman. Menga sizlardan hech narsa kerak emas. Kinoinglar ham, rolinglar ham. Aka. O'zingiz bo'lsang, на данное время biz sizni yordamingizga muhtojmiz, tushunasizmi? Bizni ularga juda ham yaqin keldi, aka. Biz hozir sani qo'yib yuborib olamiz. Nima? Siz menga shart qo'yyapsizmi? Da pошли вы все. Ketaver. Faqat bu yoqqa ehtiyot bo'l. Kimligingni, nima ish qilayotganingni bitta-bitta bilib qolmasin-da. Agar topishga harakat qilishsa, shaxsan o'zim yordam beraman. Yana bitta gap. Tilingizga erk bermagan, tushundingmi? Nechov, bratan? Ketdingmi? Ani bizga qo'l ko'taryaptimi? Shunaqa shakilli. Dinarami? Men hozir. Короче, tuturlar yoz kelaman. Sen o'zgarib ketibsan. Ha, shunaqa. Betga nimaga kelding? Kelmagin degandim-ku. Muq aka, sizda muhim gapim bor edi. Faqat jahlingiz chiqmasin, oxirigacha eshiting. Nima bo'ldi, gapir. Xullas, men yerga tegayapman. Shunga ozgina vaqt ko'rishmay turamiz. Ko'p emas, 1-2 oycha. Men 1-2 oy. Keyin ajrashmoqchimisan? Yo'q-a. Siz bilan ko'rish uchun ajrashish shart emas-ku. Ты сучка. Nimaga unaqa deysiz? Axir men sizni yaxshi ko'raman-ku. Короче, oramiz ochiq. O'sha bilan baxtli bo'lgan. Rahmat jonim. Voy, yo'q-a. Rahmat muhakka demoqchi edim. Kutib qolmadingizmi, Alisher aka? Yo'q, tez keldingiz-ku. Yuring unda. Unaqa yaqinlashib ketmang. Esimdan chiqdi. Bratan, nimaga kelgan ekan? Erga tegayotganmish. Ozgincha vaqt ko'rishmaylik deyapti.
Bechora yigit. Buni ham yerga berib yuborarkansan-de. Ketdi. Musravos. Mana buni olasan-da, Ikrom degan odamga berasan. U esa senga dollar qaytarib beradi. Понял. Faqat bu gap oramizda qolsin. Majidlar, boshlar bilmasin. Ularga uncha ishonchim yo'q. Oramizda kirisi bor. Menimcha, ularni bolalaridan bittasi bo'lsa kerak. Xullas, ish juda ko'p. Yana bir gap. Dollarning 3dan 1-ni olib qo'y. Qayerga qo'yishini men o'zim senga aytaman. Xo'p bo'ladi. Bizni boqa jo'natdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baho bularni berib yubordi. Buxomdan kelishganimizdek 3ga 1. Xo'p. To'xtalaring. Shuncha kelib ketdi. Bitta rasmga tushmaymiz, ha? Qo'ysa-chi, bratan, ish qilaylik. Marhamat. Metrotsanlar. Ketdi. Так, внимание, на меня смотрим. Фото на память. Чего? На память?
Че, сука, нам смерти желаешь? Блядь, эй. Да нет, братан, я просто хотел запечатлеть момент. Успокоились? Все нормально? Так, смотрим на меня. Ozgina pullar, ha? Shinoqini ko'rsatgan. Ha? Qana, qara. Mana cho'ntagida bir narsa bormikan? Muqa brodam, ko'rchi. Qara. O, Ну-ка. О, бля, чистый чумак o'xshab qoldi. Shu. Boshqa oblaslardachi? Aniqlangan degan. Bo'pti. Yaxshi. Qalbaki pullar butun davlat bo'yicha aylanmaga kirib bo'lgan. Ammo omma hali buni sezgani yo'q. Lekin оборотga kirib bo'lgan. Vaziyat borgan sari qiyinlashyapti. Zokir aloqaga chiqmadimi? Yo'q, shef. Juda katta janjal bo'ladi. Eshitaman o'rta boshliq. Zapaska bormidi? Ha, bagajda ovur. muqa qayerga ketgan ekan, ha? Uka, men bo'laman? Yo'q. Shoshmang-chi. Yengimi bu opa? Xafa qilasiz uka. Probasiga qarang. Men shuni olaman. Сука, блядь! Так, окей? Сука, тварь! Чисто пам, блядь! Стоп, блядь! Блядь, nima qilyapsan? Bagajdagi pullarni urib ketmoqchi bo'ldi. Suka, блядь! Блядь, tormoz, tentakmisan? Ha nima? Qarab turishimiz kerakmidi? Fu, блядь! Ortlaring mashinaga. Чё, bratan? O'zimiz bilan olib ketamiz. Ha, olib ketamiz. O'lib qolsa bilasanmi qanaqa kipish ko'tarilishini? Больницаga tashlab qo'yamiz. Hozir zapaskani qo'yib oling. Krista. Shef. Zokir больницada ko'rishibdi. Shef, qo'ying. Nima bo'ldi? Sen bizdan ulug' deb o'ylayapsanmi? Yashirincha pullarni tashib yurganingni bilmaydi deb o'yladingmi? Bosing. Men majbur bo'ldim. Nimaga majbur bo'lasan? Ustani urishga majbur bo'ldingmi? Men ustani urganim yo'q. Qaytanga buni hayotini qutqarib qoldim. Menga одолжение qilmagin, tushundingmi? Одолжение qilmadim. Baho pullarni alishtirayotganini Majid bilan Abbos bilmasin dedi. Oralarida nimadir o'tgan shakilli bilmayman. Shuni bizga aytsangiz bo'lardi-ku. Sizlarga aytganimdan keyin yana operatsiyaga o'xshamay qolsa nima bo'lardi, bilasizlarmi? Meni otib tashlashardi. Hamma ishni chalkashtirib, kuttingga tifding. Ketdik.
Sizlar oldin o'zinglarning ichinglardagi krisani topib olinglar. Может, uzoqqa borish kerak emasdir. O'sha yerdadir. Nima? O'tvar. Men seni shu yerda o'zida yo'q ko'raman, tushundingmi? Juda ko'p gapiryapsan sen. Patsan. Chep, o'zingizni bosing. Короче, sen ishing tugadi. Boshqa ko'zimga ko'rinmagin. Agar yana ko'radigan bo'lsam, Muhani hamma ishlarini bo'yningga osamanda qamoqqa tiqaman, tushundingmi? Tuvar. Hammasi yaxshi boshlangandi. Xayr, Muha. Bizning Veronada ikki xonadon. Aslu nasablari erur barobar. Ular nizolarga kirishib har on shu shahar ahliga yetkazdi zarar. Hech yarador bo'lmaganlar yaradan kular. Derazada lipillagan o'sha nur nima? Men bormayman. Bunisi nima? Sevgilimning qo'lida bu qanaqa shisha? Kimlarga jazo? Romeo va Juliettaning qissasidan ham Bravo! Bravo! Assalomu alaykum. Mana haqiqiy Romeo keldi. Tabriklayman Shahnoz. Rahmat. Bo'pti, mayli. Men bora qolay. Yaxshi boring. Xo'p. Juda ham chiroyli gullar ekan. Rahmat. Arzimaydi. Kechirasiz. Bosh aktrisangizni xonasi qayerdaligini ayta olmaysizmi? Shahnozani aytyapsizmi? Ha. Hozir chapga burilasiz. Chapdan 3-eshik. Rahmat. Arzimaydi. Spektaklni ko'rdingizmi? Конечно, ko'rdim. Juda ham zo'r bo'ldi. Romeoni o'ynagan joyi chiqali bo'ldi. Ничего так. Ну, esda qolarli emas. Lekin saniki juda ham zo'r bo'ldi. O'zi Romeoni siz o'ynashingiz kerak edi. Ha. Shahnoza. Haligi
Tu, billaysanmisan? Oxirgi monologingni zo'r maromiga yetkazib ijro qilding, lekin o'rtasiga kelganda negadir turib qolgandek bo'ldingmi? O'sha yerda so'zlari esimdan chiqib qoldi. Uni ustiga suflyorimiz ham kasal edilar. Zokir aka, qo'lingizga nima bo'ldi? Bumi syomkada haligi yelkamdan jarohat oldim. Shunaqasi ham bo'lib turar ekanda. Ehtiyot bo'lmaysizmi? Qo'yaver, hech qisi yo'q, hammasi yaxshi. Haligi Shahnoza, bilasanmi? Haligi Judayam ajoyib spektakl bo'ldi. Barakalla qizim. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Nima endi? O'z qizimiz spektaklda ko'rsam bo'lmaydimi? Ko'rsangiz bo'ladi, lekin bu yerga kelishi shart emas. Qizim, kel bugun urushmaylik. Bu yigit kim? Bizani tanishtirmaysanmi? Tanishinglar, bular Zokir, meni kollegam bo'ladilar. Bular Bahodir aka, meni dadam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, siz aktyorsiz. Ha, shunaqa. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Ko'zimga juda issiq ko'rinyapsiz. Mabodo bundan oldin uchrashmaganmidik? Yo'q, menimcha ko'rishmaganmiz. Qizim sobiq hamkasbim deydi. Ayni paytda nima bilan bandsiz? Ha, endi bitta biror chiqib qolsa qilib ketaveraman. Yigitga 40 hunar oz deyishadi-ku. Kamtarlik qilyaptilar. Bular hozir shaharda kinoda bosh rol ijro etyaptilar. Yo'q, barakalla. Ay. Ha, tinchlik. Nimaga qattiq deyapsiz? O'zi yelkalari jarohatlangan. Men bilganim yo'q, uzr. Yo'q, hech qisi yo'q, hammasi yaxshi. Yelkaga nima qildi o'zi? Kaskadyorning o'rniga rol o'ynagandim, noqulay yiqildim. Tushunarli. Sizni ishingiz ham juda ham og'ir. Men qarang, namchi bularga yopishib oldingiz. Bo'ldi, keting. Agar hozir ketmasangiz, meni umuman ko'rmaysiz. Bo'ldi, ketaman. Tanishganimdan xursandman. Muhim. Ko'rishguncha. Yaxshi xotin. Qo'lingizga qarab qo'yish kerak emasmi? Yo'q. Shahnoz. Seni quchoqlasam maylimi? Mayli. Mana bo'sh vaqtim bor ertaga. Ko'rishamizmi? Nega o'ylab qoldingiz? Nima meni ko'rgis kelmayaptimi? Ha, yo'q, nega unaqa deysan? Axir seni shaharga kelishingni intiqlik bilan kutgandim-ku. Unda nega o'ylanib qoldingiz hozir? Ishlarim ko'p. Senga va'da bermayman-da, agar biror mo'jiza ro'y berib ishlarim o'zgarib ketsa, ko'rishamiz, xo'p? Vashi delovoy bo'lib ketibsizmi? Hazil. Mayli, qo'ng'irog'ingizni kutaman. Paka. Ha? Nega turibsiz? Xayrlashdik-ku. Sendan ko'zlarimni uza olmayman. Meni qo'rqityapsiz. Kinolardagi psixopatlarga o'xshab. Bo'ldi, keting.
Yakalaring. Tez menga muhini olib chiqinglar. U hech qayerda yo'q. U qochib ketgan shekilli. Bizni topa olmadik. Bolalarni ko'taringlar. Yerni tegidan bo'lsa ham topib beringlar menga. Xo'p, shef.